Assalomu alaykum do'stlar, Bosmani kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikimiz internetda hech qanday sarmoya ustida shunchaki o'yin o'ynab pul ishlash haqida bo'ladi. Bugungi biza pul ishlab boradigan o'yinimizning nomi Ptisavod deb nomlanadi. Bu o'yinning silkasi videomizning описаниясida hamda закрепленный kommentariyada bo'ladi. Silkaga bosganingizdan so'ng sizlarni avtomatik tarzda Play Marketga olib o'tadi va o'yinni skachat qilib olasizlar. Va o'yinga kirganimizdan so'ng bizdan promo kod so'raydi. Bu yerga mana 79 16 72 promo kodimni tersanglar sizlarga tekinga bitta kursga boradi. Registratsiyaga o'tishimiz uchun mana shu promo kod teramiz va Witi через account Google degan bo'limni ezib bu yerdan o'zimizdan akkauntimizni chiqadi. O'sha yerdan xohlagan bitta akkauntimizga bosamiz. O'yindan registratsiyadan o'tib bo'lganimizdan so'ng bizdan mana shunaqa bo'lim ochiladi. Mana balansimda hozirda 2800 ta bucks va 1500 ta coin mavjud. Bu buckslar bizning pulimiz hisoblanadi. 100 ta coin va 100 ta bucks bu 1 rublga teng. Meni balansimda hozirda 15 rubl mavjud. Biz bu yerdan pul ishlab borishimiz uchun PTC bo'limini ezamiz. Pastda chiqib turgan PTC bo'limini ezamiz. Bu bo'limdan biza tovuqlarimiz bizlarga olib kelgan tuxumlardan pul ishlab boramiz. Tovuqlar olib kelgan tuxumlarni biza sabirat bo'limidan olishimiz mumkin. Va ularni sotish uchun mana pastda ko'rishingiz mumkin. Tuxum chiqib turibdi mana shu yerda. Shuni bosamiz va bu yerdan Product bo'limini bosishimiz kerak bo'ladi. Va biza yana bitta joy ham bor. Bu yerda biza har 24 soatga korma sotib olishimiz kerak. Bo'lsa, bizning tovuqlarimiz bizaga yayso, ya'ni tuxum olib kelmaydi. Biza tovuqlarni ko'paytirishimiz uchun bu yerdan razbiy yayso bo'limini ezishimiz kerak. Bu yerda razbit bo'limini ezamiz. Biza bu yerdan har kuni bir marta besplatniy tovuqlar olishimiz mumkin. Bu yerga mana shu 2 ga bossak, biza reklama ko'rish orqali mana shu klikimizni 2 ta qilib olamiz. Va bu yerda o'ng tarafda turgan bo'limni ezsak, biza 20 sekundda 100 ta klik bosaveramiz. Va mana shu yaysoni ezgandan so'ng bizaga bitta kuritsa va 100 ta bucks beradi. Va bu yerdan yana bitta pul ishlash bo'limi bor. Bu referral bo'limi. Bu referral bo'limidan do'stlaringizni taklif qilib pul ishlashingiz mumkin. Yana bitta pul ishlash bo'limi bu Koliso Fortuna. Bu yerda bizaga har 24 soatda tekin bitta fortuna aylantirish beriladi. Va biz aylantirib ko'ramiz hozir. Va mana ko'rishingiz mumkin. Biz reklamani ko'rib bo'lgandan so'ng bizaga besplatniy aylantirishni berdi. Va menga hozirda ko'rishingiz mumkin 5 ta bucks berdi. 5 ta bucks. Bu yerda referral ham mavjud va bitta kuritsa ham berishi mumkin sizlarga. Va biz bu yerdan bo'limlarni pul ishlash haqida tushunib oldik. Endi pul chiqarishga o'tamiz. Pul chiqarish uchun biz nagradi bo'limini ezamiz. Va bu nagradi bo'limini ezgandan so'ng mana ko'rishingiz mumkin. Hozirda menda minimal 2 rubl deyapti. Sizlar registratsiyadan birinchi o'tganingizda minimal 1 rubl bo'ladi. Va minimalga bizning darajamizga qarab, pul chiqarishimizga qarab ko'tarilib boradi. Bu yerda men hozir o'zimni Payer hamyonimni kiritganman. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Payerga, Kiwiga va telefon nomerlarga hamda Yumaniga chiqarsa bo'lar ekan. Bu yerda eng qulayi bizlarga Payer, chunki Payerda minimalga kam. Bu yerda pul chiqarishimiz uchun mana bu yerga o'z Payer hamyonimizni yozamiz va shu yerga chiqarmoqchi bo'lgan summamizni. Va men hozirda 15 rubl chiqarmoqchiman. 1500 ni yozamiz. Va men Payer hamyonimga hozir kirib tekshirib olaman balansim qancha ekan. Va mana ko'rishingiz mumkin. Meni balansim hozir If you try, you
determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. Buna bo'lib qo'shinglar mumkin. Men Telegram kanalimga hozirda qaysi saytlar to'lovda, qaysi saytlar yopilgan, pul to'lamayapti, qaysi o'yindan pul chiqarib oldim va oxirgi so'nggi yangiliklarni men Telegram kanalimga tashlab boraman. Telegram kanalimning silkasi videomizning описаниесida hamda закрепленный kommentariyada bo'ladi. Sizlarga videom yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.